Avtotransportni majburiy sug'urtalash tartibi bilan tanishing. Buning uchun my.gov.uz bosh sahifasidan transport bo'limiga o'tib, tegishli xizmatni tanlang va foydalanishni boshlang. Dastlabki qadamda avtotransportni hamda avtosug'urta turini ko'rsating. Keyingi qadamda zaruratga ko'ra transport vositasini boshqarishga ruxsat berilgan shaxslar ro'yxatini to'ldirib, o'zingizga ma'qul bo'lgan sug'urta kompaniyasini tanlang. Endi to'lov bosqichiga o'tamiz. E'tibor bering. Davlat xizmatlari uchun barcha to'lovlar raqamli hukumatning yagona billing tizimidan o'tadi. Shu bois to'lovni faqat my.gov.uz portali orqali shakllantirilgan to'lov invoysi orqali o'zingizga qulay usulda amalga oshiring. Masalan, boshqa to'lov ilovalari orqali to'lamoqchi bo'lsangiz, quyidagi ilovalarda mavjud akkauntingizga bog'langan telefon raqamingizni kiriting. Agar karta orqali to'lamoqchi bo'lsangiz, bank karta raqami, uning amal qilish muddatini kiritib, to'lov usulini tanlang va tekshirish tugmasini bosing. Telefon raqamingizga yuborilgan SMS kodni kiritib, to'lovni tasdiqlang. Muhim eslatma: to'lovning tasdiqlanmasligi va natijada elektron polis shakllanmasligining oldini olish maqsadida sug'urta kompaniyasiga to'g'ridan-to'g'ri to'lov qilmang. Xizmat uchun to'lovni faqat my.gov.uz portalidagi usullar orqali amalga oshiring. Agar to'lovni noto'g'ri amalga oshirgan bo'lsangiz, yordam uchun sug'urta kompaniyasiga murojaat qilishingiz mumkin.